Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Zo'rnis 21. Do'stlar, o'tgan safar adashmasam shu birinchi chiqqan videomda men sizlarga mod yuklashni ko'rsatgandim, lekin ayrim birlar modni to'g'ri yukladik, lekin u zonalarda ishlamayapti deyapti. Yo, ular zonalarda ishlaydi do'stlar. Faqat masalan mana shu modlar zonalarda ishlash kerak. U uchun har bitta o'chgan zonaga qo'shish kerak. Men do'stlar sizlarga shu zonalarni qo'shishni ko'rsataman. Masalan, Survivor zona easy o'ynamoqchisiz. Xo'sh, agar siz invertorni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, o'lsangiz invertoringizdagi narsalar sochilib ketmaydi, o'zingizda turadi. Mana buni va mana buni bosasiz. Mod qo'shish uchun birinchi bu yoqqa kirasiz. Mana shu sandiqchani ustiga. Keyin ana bu modlaringizni ustiga bosasiz. Mana modlar chiqadi. Masalan, mana bu modni qo'shmoqchisiz va mana bu modni qo'shmoqchisiz. Lekin mod ishlamay qolishi mumkin. Bunga sabab mana bu ikkinchi tarafidan kirasiz. Mana bitta modimiz qo'shilgan, ikkinchisi yo'q, qo'shilmagan. Demak, uni ikki tarafli qo'shish kerak. Agar ikki tarafli qo'shsangiz, mana ikkita modimiz ham qo'shilgan. Keyin o'yinga kirishni bosamiz. O'yinga kirishni boshlaganimizdan so'ng do'stlar, mana o'yinga kirmoqda. Men qaysi versiyaga o'ynashim qiziq bo'lsa, men 1.20 yu 40 versiyada 1.21 u 40 versiyada o'ynayman do'stlar. Bu versiya juda yaxshi versiya. Serverlarga kirishga ham juda mos. Agar kim serverlarga kirishni bilmasa, kommentariyada, izohlarda serverlar deb yozsin, keyingi chiqadigan videomiz telefonda serverlarga kirish beradi. Hozircha mana ko'rsatamiz. Xo'sh. Minecraft World mana Survivor bo'ldi. Mana modlarimiz qo'shilgan do'stlar. Bemalol ishlatib yuraveramiz. Albatta sizlar bilan Zo'rnis 21 bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling. Biz 3 oylik ta'til, ya'ni yoz boshlangunicha 500 ta bo'lishimiz kerak.